Hammaga assalomu alaykum. Mani go'zal qizlajonlarim, qalaysizlar? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Yana bugungi videoyimda diydor ko'rishib turganimizdan juda xursandman. O'ylaymanki, hammalari sog'-salomat yuribsizlar. Rossiya shahrida bugun Din semyi, oila kuni ekan. Shuning uchun biz oilaviy shu kunni nishonlashga o'zimizni yaxshi ko'rgan restoranchamizga boryapmiz. Albatta xo'jayinim chiroyli buket sovg'a qildilar menga, qizimga. Qizlar gulni yaxshi ko'radi o'ylayman hamma. Shu bugungi kunimni ham sizlar bilan ozginagina bo'lishib o'tay deb o'yladim. O'ylaymanki sizlarga qiziq bo'ladi deb. Havola ham bizda anchagina ilib qoldi. Bugun yomg'irli kun bo'lsa ham aylanishga chiqdik. Ozginagina yaxshi ko'rgan ovqatlarimizdan yeb, mazza qilib uyimizga dam olishga qaytdik qizlarjonlar. Sizlarda qanaqa kunlar? Havola bilaman isib ketgan sizlarda ham juda. Keyingi kunlarimni ham birga bo'lishib o'tay dedim sizlarga. Marhamat, tomosha qilinglar. Это гарнир. Это гарнир. Гора называется. Гора. Там мясо, курага, чернослив, лук обжаренный. Это на все на сливочном масле. Вот так, девочки. Девочки, рис у нас готов, если что. Подожди. Да, это рис. Так, не двигайте, пожалуйста, руку. Смотрите, какой рис длинный. И рассыпчатый. Рассыпчатый еще. Сливочного масла не жалели? Нет. Приятного аппетита. Все. Нет, что назвали. А что так мало соуса? Вот что стелили на рис, это лаваш. Вот можно есть, оказывается, хрустящая корочка. Qizlarjonlar, bizga yoqimli ishtaha. Bu meni Ozarbayjoncha ikkinchi marta osh yeyishim. Birinchi marta umuman boshqacha edi, ikkinchi marta 100% boshqacha, ikkinchisi ham. No, juda ham shirin, og'izda ta'mi qoladigan. Shirin oshni uncha yoqtirmayman-da, men yoqtirmayman deb o'ylardim. Lekin mana shu oshni yeb ko'rib, umuman fikrim o'zgargan. Ular mana shu ikkinchi oshda, например, umuman sabzi solinmaydi. Bizda sabzi solamiz-ku, ularda solinmaydi. Agar yeb ko'rmagan bo'lsalaringiz yeb ko'ringlar. No, sherigimning aytishi bo'yicha ularda 100 или 1000 qancha, или 100 qancha oshni turi bor qizlarjonlar. Bu meni keyingi kunim, уже выходной kunim, по-моему, потому что videoni озвучка juda kech qilyapman. Snimat qilib qo'yganim qachon edi? Har doimgidek vaqt yo'q. Вот, uydagilarimga chiroyli qilib, o'zim ham yaxshi ko'raman, uydagilarimga ham chiroyli qilib zavtrak tayyorlayman. Zavtrakni har xil yeymiz, to'g'rirog'i ertalab vaqtli uyg'onganimda ularga zavtrak qo'yib ketaman. Agar uspet qilmasam, qizim zavtrak taxlaydi. Ish kunlari, no, dam olish kunlari albatta o'zim chiroyli zavtrak taxlayman hamma vaqt. Shuni ham sizlar bilan bo'lishib o'tay bugun dedim. Ertalabki nonushtani kechqurun so'rashtirib qo'yaman, kim nima yeydi ertaga. Bizda bo'ladi shunaqa, что kimdir kasha xohlaydi, kimdir omlet xohlaydi, kimdir esa umuman tuxumni nonga qovurilganini xohlaydi. Shuning uchun hammadan o'zini fikrini so'rab, shunga mos qilib tayyorlashga harakat qilaman qizlarjonlar. No, ko'pincha to'g'ri kelmaydi, chunki ishga soat ertalab 5:30 da uydan chiqib ketaman. Вот, soat ровно 6 da ishni boshlashim kerak. Ishimni ertalab borishim juda ham oson, chunki vaqtli chiqqan paytiz umuman probka yo'q. 15 minutda, maksimum 20 minutda ishga yetib olaman. Ishga ketishimda ham juda ham maroqli harakat qilaman ketishni. Или birorta qo'shiq eshitib ketaman o'zbekcha yoki duo qaytarib ketaman. Jimjitlikda o'zimning xayollarim bilan boraman. Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun bilasizlarmi nima yegim keldi? O'zimni bargidan dolma yegim keldi.
Kapustaga ozgina ham o'rayman и o'zimni bargiga ham bilmayman, kattaroq, наверное, bonkada olib keldi hozir o'g'lim. Вот bu zamorоженный farshini chiqarib qo'ydim ertalab. И kartoshka запечь qilmoqchiman duxovkaga, sirim. Bu yerda esa kуриный rubленый kotleta qilmoqchiman. Ozgina guruchni qaynagan suvga solib qo'ydim farshga qo'shish uchun. Boshlaymiz bo'lmasa ishimizda. Boya aytib o'tganimdek, farshni morozilnikda muzlatib qo'ydim. Lekin ko'pincha farsh qilmayman qizlarjonlar. Man свежий, farsh qilishni yaxshi ko'raman, свежий go'shtdan или zamorозить qilingan go'sht bo'lsa ham свежий eritib farsh qilishni yaxshi ko'raman, chunki nimagadir o'ylaymanki, o'sha payti hamma soklar go'sht ichida saqlangan bo'ladi. Bu например, kecha pelmen qilmoqchi bo'lgan bo'lsam, go'sht chiqardim, мясорубкаdan o'tkazib qo'ydim va o'zimda kuch topolmadim. Shuning uchun muzlatishga qo'yaman. Atak o'zim постоянно har kun emas, har qilganimda farsh yangi свежий go'shtdan qilishga harakat qilaman qizlarjonlar. Вот farshimni chiqardim, o'zginagina ezib oldim, aralashsin hamma soklari deb. Piyozni ham yaxshilab maydalab to'g'rab oldim qizlarjonlar. Bugun sotib olgan tok bargimiz kattaroq ekan, iloji yo'q, boshqa yo'q. Bo'lganda, конечно, o'zimizning O'zbekistonimizda yangi chiqqan tok bargidan qilingan dolma albatta boshqacha shirin bo'ladi. Bizda endi Sibirda borni yeymiz, endi iloji yo'q qizlarjonlar. Guruchni ozgina suvga zamachivать qilib oldim. Uni ham massamizga solib oldim. Menga nimagadir farshim quruqroq yana tuyulyapti. Shuning uchun pomidorcha ham to'g'rab mayda qilib solib oldim sochinroq bo'lish uchun. Albatta o'zimni yaxshi ko'rgan pripravalarim, chesnochniy priprava demoqchi edim, to'g'rirog'i chesnok, сушеный chesnok, ozgina может paprika, tuz, murch, qora murch solib yaxshilab aralashtirib qiymamizni tayyorlab olaman. Shu ovqatni ichiga yana nimalar solasizlar qizlarjonlar? Menga juda ham qiziq, kommentariyaga yozib o'tinglar. O'zi albatta shirin bo'ladi. Men smetana bilan yeyman bu ovqatni. Prosta o'zini multivarkaga dimlab qo'ymoqchi edim. Yana o'ylab ko'rdimda, albatta yuz yog'i deydi-ku, tagidagi sousi bilan qilishga qaror qildim. Ozginagina piyoz bilan sabzini yaxshilab qovurib olib, sariyog'ga suv solib, tomatcha solib ozginagina o'sha sousga tamit qilishga qaror qildim, tushit qilishga. Chunki menimcha o'shanda sochliroq bo'ladi. Sizlar qanaqa usullarda pishirasizlar qizlarjonlar? Kommentariyada yozib o'tinglar, menga juda ham qiziq. Вообще o'choqda pishirsa, конечно, juda ham shirin bo'lsa kerak. Menga o'choqda pishirilgan ovqatlarni o'choqni ta'mi kelib turadi-ku, hidi kelib turadi. O'shanisi bilan yaxshi ko'raman juda ham. Bu yog'i endi xudo xohlasa yozda joy qizib ketadi, faqat kechqurun ovqat yeymiz, naverna. Bu Ruslan akroshka deydi-ku, shunaqa akroshkalardan qilib turamiz. Lekin ular qiladigan darajada tuxumlar, kartoshkalar solib qilmayman men hech qachon. O'zimizni oddiy usulda ozginagina bodrincha, rediskacha и har xil zelenlar solib tayyorlayman. Qizlarjonlar, tok bargidan nimalarni o'rab oldim. Endi kapustamni prosta qaynagan suvga solib qo'ydim. Endi kapustamni boshlayman. Tak. Mana bu qattiqchasini olib tashlashim kerak. Kapusta bilan o'raladiganni ilgarilari iplar bilan bog'lab chiqib ketadi deb xavotir olib qilardim, naverna yoshligimda. Hozir esa unaqa qilmayman, chunki bilaman chiqib ketmaydi. Yaxshilab tushitsa bo'lgandan keyin kapusta nima deydi, послушный bo'lib qoladi-da. Ichidagi nachinkalar chiqib ketmaydi. Agar mabodo chiqib ketadigan darajada bo'lsa ham, chiqisi yo'q deb o'ylayman. Chunki tagida qilingan qiyomimiz, sousimizga hamma nimalar vkuslari o'tib, juda ham yanada shirinroq bo'ladi. Qizlarjonlar, bizda do'l yog'yapti. Gullarim sindirmasa bo'laydi. Ko'rinyapti? Ana sizlarga bahor, mana sizlarga bahor.
Qiziljo'llar bu sizlarga aytib o'tdim. Souschaga tamid qilaman nimalarimni. Shunaqa pishirib oldim. Uni ko'rsatib o'tirmadim, hamma bilsa kerak. No, lekin ruslar ko'pchiliklar bez mana shunaqa sous pishiradi. Prosta kapustani o'rab, ozginagina suv solib dimlaydi. No, meni o'ylashim bo'yicha, bu meni fikrim albatta. Hech kimga ana qilmayman, навязывать qilmayman. Bunaqada shirinroq bo'ladi deb o'ylayman. Lekin hammani vkusi har xil qiziljo'lar. Sizlar qanaqa qilasizlar? Kapustalarimni va dolmalarimni yaxshilab o'rab, chiroyli qilib mana bunaqa terib olaman va qopqog'ini yopib kastrulkamni tamidsa qilishga, tushitsa qilishga qoldiraman. Qiziljo'lar, kartoshkamni ko'rsatib o'tdim sizlarga. Yana bir marta ko'rsatib o'taman. Tak, kartoshkani yaxshilab yuvib to'g'rab oldim. Katta-katta qilib. Bu chesnochniy сухой чеснок solamiz, ozgina tuz. Kartoshka по-деревенски bu. Так. Qora murch. Так, обязательно. Это много. Паприка. Обязательно паприка и свежий чеснok susalardan zo'r bo'ladi. Agar bo'lmasa, suxoy ham bo'laveradi. So'layman. Все. И sariyog'. Xohlasangiz kuydirilgan, xohlasangiz обычный sariyog'dan solamiz. Все. Yaxshilab aralashtiramiz. O'chiringa suv olamiz. Bir 180 gradusga duxovkaga yuboramiz. Qiziljo'lar, gullarni ko'rganimda har safar bag'ridilim judayam ochiladi. Qanaqadir nima deydi, ayolliklaringizni his qilasizlarmi? Shunaqa tuyg'ular bo'ladi menda. Gullarni vazaga nima bilan solib qo'yuvdik, o'ralgan оформленияsi bilan, lekin men vazada bez qog'oz, bez hech qanaqa bantiksiz yaxshi ko'raman. Вот shuning uchun bu oq gulchalarimizni shunaqa qilib qo'ydim. Narki menga katta sovg'a qilgan gullarini xo'jayinimni nimada gul salonda ochmaylar upakovkasidan spetsialniy dorichadan sipich qilib nima qilasizlar, agar ochsalaringiz ko'p turmaydi gullar degan ekanlar. Shuning uchun u gullarni albatta ochmadim men. Lekin to'g'risini aytsam, haqiqatan ham ko'proq yashadi u gullar. To'g'ri aytishgan ekan. Men вообще to'g'risini aytsam, gul kelgan kuni chiroyli qilib vaza nimadan оформлениyadan ochib, chiroyli qilib vazaga terib qo'yishni yaxshi ko'raman.
No, bu safar shunaqa qilmadim, lekin haqiqatdan ham ko'p yashashdi. Suvini, gullarni suvini har kuni almashtiraman qizlarjonlar. Yog'dek, muzdek suv solsalaringiz gullar ko'proq yashaydi. No, hamma bilsa kerak buni. Yana aytib o'tay dedim. Вот, ko'pincha agar uyimda gul bo'lmay qolsa, mana shunaqa живой gul, tuvak gul emas, живой gul bo'lmay qolsa, xo'jayinimga namyok berib turaman. Cho'ta davno gul sovg'a qilganingiz yo'q. Nima gul yo'q deb boshlarini og'ritib ham turaman qizlarjonlar. Ozginagina o'zimizga ham vaqt ajratamiz bugun. Hozir hammaga trend degan ice tayyorlaymiz. Kimdir yozuvdi, singlimizni, opamizmi kofe mashinkangiz haqida gapirib o'ting deb. Kofe mashinkam nomi Delonghi. Уже, наверное, 10 yil bo'lyapti olganimizga. Bu kofe mashinkani zernovoy ham bor, zernovoy kofe ham solsa bo'ladi, и молотый kofe solsalaringiz ham bo'ladi. Lekin men молотый olmayman, chunki zernovoy kofeni mani kofe mashinkam o'zi maloch qilib, o'zi chiroyli qilib kofe qilib beradi. Shuning uchun молотый kofeni olish shart emas deb o'ylayman. No, Tursiyaga borganimizda u yerda kofelar boshqacha-ku, ta'mi shirin. Вот, olib keluvdim. Несколько раз qilib ko'rganman shunaqa молотыйni ham, lekin Turkiyada sovetовать qiluvdilar, maslahat beruvdilar. Buni o'sha молотый kofeni turkaga tayyorlashdi, gazga turkaga tayyorlashdi, lekin turkada to'g'ri aytayotgan bo'lsam kerak, yo'q, bu to'g'ri aytmayotgan bo'lsam uzr. O'sha turkada yaxshi kofe qilolmayman qizlarjonlar. Agar retseptlaringiz bo'lsa tashlab yuboringlar, qanaqa qilib yaxshi qilishni. Lekin ko'pchilik aytadi, nima uni qiyin joyi bormi? Gazga qo'yding и все. No, menga ta'mi uncha yoqmaydi. Вот, muzdekkina soldim hozir. Chiroyli o'zim yaxshi ko'rgan kokteylni stakanchamga nima bilan ko'pirtirib olaman, ozginagina blendercham bilan. No, blenderni qimmatrog'ini zakaz qilaman, xudo xohlasa bugun, chunki bu slabroq men uchun. Ko'p olib o'tirishim kerak, aylantirib o'tirishim kerak. Yaxshirog'ini zakaz qilsam tezroq ko'piradi. Qizlarjonlar, nimani so'ravdim sizlardan o'tgan safar, oyna yuvadigan laringiz bormi, elektrichеский deb hech kim javob yozmadi. Yana bir so'rayman, bo'lsa yozib yuboringlar. Agar yaxshi bo'lsa, yaxshi kommentariyalar bo'lsa, yozib yuboringlar. Lekin opam bilan yaqinda gaplashuvdik. To'g'ri, har kuni gaplashamiz, no, вообще gaplashuvdik. U kishi ham nima olmoqchi ekanlar, paraochistитель olmoqchi ekanlar, par bilan urib tozalaydi-ku. Вот, shunaqa o'zim ham uylanib qoldim. Davno olmoqchi edim. Shunaqa olsammi deb paraochistитель olishga qaror qilyapman, наверное. Xudo xohlasa opamni ham yaqinda tug'ilgan kunlari, opamni ham tug'ilgan kuniga sovg'a qilmoqchiman. Shu yerdan Rossiyadan yubormoqchiman, to'g'rirog'i yubormoqchi emas. Valbersdan yoki Ozonndanmi zakaz qilaman. U yoqdan opam kutib oladilar. No, наверное, qimmatroq bo'ladi. No, nичего страшного deb o'ylayman. Вот, agar paraochistitellaringiz bo'lsa ham kommentariyalarga yozib qo'yinglar, olishga arziydimi yo'qmi. Просто ishxonamda sherigimizni paraochistiteli bor edi. Ishxonaga olib keluvdi. Biz pollarni o'sha paraochistiteli bilan nima desam, yarqillatuvdik. Juda ham oqarib, juda ham chiroyli bo'lib, toza bo'luvdi qizlarjonlar. Shuning uchun o'sha mo'yishib okundan ko'ra o'shanaqa olsammi deb o'ylayapman hozir. Ishdan chiqib kafechaga kirdik, bizimiz Samarqand kafesiga. Tandir somsa bilan salat yeymiz пока. Sousni kech olib keldilar. Siniq tarelkaga. Yarimtadan sho'rvacha. Qizlarjonlar, зубной паста oldim. Корейский или китайский. Зубные щеткаlar. Ishga nosочкичalar. И наконец-то oyog'imga tappicha oldim uyga kiyishga. Qizlarjonlar, ishdan issiqda shunaqa nima bo'lib charchab, ezilib kelasan-ku, shunaqa paytlarimda почти har kuni mana shunaqa ice latte qilib ichyapman. Juda ham bodrit qiladi. Bugun yagodichalarim bilan, klubnikachalarim bilan yaxtakkina chiroyli qilib ichib olaman-da, dalada ozginagina огородimda o'tirib, xayol surib, uyg'onaman deydi-ku, uyg'onib keyin uyda ishlariga o'tib ketaman qizlarjonlar.
lekin yuzimda ko'p hozir chiroyli emas donachalar chiqyapti. O'ylashim bo'yicha, o'zimni uyim bo'yicha shu kofe ham vinovatda. Aybdor bo'lyapti kofe ko'p ichaveryapman juda ham. Ertalab обязательно ichib ketaman ishga. Obedda ishda unaqa magazinskiy рассыпчатый kofe bor-ku. Shundan ichamiz qizlarjonlar. No, naверное, uni zarari yo'q, lekin mana bu haqiqiy, mana bu zernovoy kofelar albatta zararliroq deb o'ylayman. Вот, shundan ko'p ichishaman hozir, shularni qisqartirishim kerak. Bir mahal хотя бы iloji bo'lsa umuman ichmaslikka ham harakat qilishim kerak. Telegramda qizlarjonlardan kimdir yozibdi, siz o'zingizni juda ham yaxshi ko'rasiz, sevasiz deb. Albatta shunaqa qilishim kerak, lekin ozgina kamroq, nima deydi, получаться qilyapti. Agar salgina vaqtingiz bo'lsa, 5 minutgina bo'lsa ham o'zingizni yaxshi ko'rishni unutmang qizlarjonlar. Qizlarjonlar, gullarni ko'p saqlash uchun tuvakdagi emas, vazadagi gullar. Bunaqa narsa solish kerak ekan yaxdagi suvga. Ikkinchi qismini solyapmiz. Birinchi qismini soldik. Hozir gullarim ko'rsatma qilib turibdi. Mana gullar. Chiroyli bo'lib turibdi. Oy. Ozgina uchini kesdim. Har safar kesib turish kerak bo'lsa-larsiz bo'ladi. Вот так. Qalay. Bu yerda oq gullar. Qizlarjonlar, hammaga xayrli kech. Bizda soat 12 dan, naверное, o'tyapti. Gullarim qaranglar qanday chiroyli. Hamma joylarim yuvib tozalab bo'ldim. Bugun svet o'chgan, shuning uchun nimada plitada soatni to'g'ri ko'rsatyapti. Ertalabga zavtrakka ris pishirib qo'ydim. Bu yerda esa nima? Frikadelkalik sos. Smetanli sos. Gullarim. Qizlarjonlar, o'zi yuzimga nimagadir ko'p o'nroq chiqyapti, donachalar toshyapti. Ishimni achishach qilish uchun mana bunaqa narsa ichaman. Polisorbni boshqacha turi. Effekt o'shanaqa, sal arzonroq. Shuni ichaman o'zi. Ko'ramiz, xudo xohlasa yaxshi bo'lishi mumkin. Yaxshi bo'lishi kerak. Qaranglar, bugun nimaga bordim? Uchastkaga. Ikkinchi yerimiz bor, o'sha yerda hidi va shi dahshat hamma joyga taralyapti. Qizlarjonlar, teplitsalarni olib keldilar. 10 metrlik bunaqa nimalari bilan bugun xudo xohlasa qo'yishni boshlaymiz. Qizlarjonlar, ko'chatlar oldim. Bu malina, smorodina, yana bir balolar. Mana bu yerda ham bo'shlarni ekaman xudo xohlasa. Qizlarjonlar, xo'jayinim bugun go'sht olib keluvdilar. Bular har xil chastlari dedilar. Qaysidir oshga, qaysidir sho'rvaga, qaysidir manti pelmenga. Shunaqa go'shtlar. Buni, naверное, bugun agar uspet qilsak, dalaga nimaga жарить qilmoqchimiz. Shunaqa steykchalik go'shtchalar juda yoqadi menga. Ko'ryapsizlar? Shunaqa go'shtlar. Kimdir nimaga yozibdi-ku, kommentariy yozibdi, maqtanchoqlarni yomon ko'raman deb bir maqtanib qo'yay dedim mana. Yomon ko'rsalar mani. Hazil, конечно. Qizlarjonlar, hammaga salom alaykum. Bugun teplitsani qo'yishni boshladi yigitlar. Bugun quyoshli kunduzda, xudoga shukr. Shunga ularga kokteylchalar qilib beray deb nimalarni oldim. Заготовкalarim oldim. Sizlarda bo'lsa bananlar quritib qo'ydim nimaga? Morozinkaga. Blenderim buzilmasa bo'laydi. Blenderimga saxarni pudra qildim, yuvib o'tirmadim. Solamiz. Banan и сут. Все, больше ничего сумеется.
qilaylik. Sizlarga yaxshi ko'rinish uchun. Как мороженое. Все натуральное. Qiziljo'llar go'shtni marinovать qilib qo'yishim kerak. Ko'pincha xo'jayinim qiladilar, но bugun zayntlar teplitsani qo'yishni boshladilar. Вот smetana, так, bizning yaxshi ko'rgan sousimiz teriyaki. Qanaqa yaxshi, qanaqa priprava, qanaqa souslar yaxshi ko'rsalar, shuni qilishlaringiz mumkin, chunki hammasi ham shirin bo'ladi. Bu esa soyoviy sous. Chesnochok. Presdan o'tkazyapman chesnokni. Şu aralashtiramiz. Tuz, murch. Murch. Qora murch. И tuz. Все. Так, katta tarelkamni oldim. Bir balo qilib, bunday qilib. Все, surtamiz. Qiziljo'llar, oldindan aytib o'taman, shashligimiz judayam как shashlik, как steak qilib pishirib oldik. Judayam shirin, og'izda ta'mi qoladigan darajada shirin bo'lib pishdi. Все равно hovlida pishirilgan narsa boshqacha deb o'ylayman. Chem gazga, duxovkadan ko'ra olovda pishirilgan taomlar judayam shirin chiqadi. Вообще yarmini olib qo'ymoqchi edim men. Bu yerda 2 kilo ziyodroq edi. Yarmini olaman-da, keyingi kunlarda pishiramiz deb, no hammasini pishirdik, xudoga shukr, hammasini yeb bo'ldik. Sizlarga ham tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar обязательно. Dalada esa mana bunaqa ishlarimiz davom etmoqda. Teplitsani qo'yishga qo'yolmadilar, chunki bu yerda bitta temir uychamiz bor, juda ham xalaqit beryapti. 10 metrlik teplitsa 9 metr sig'yapti. O'sha temir uychani olib tashlasak 10 metr sig'adi. Uni olish uchun обязательно katta mashin gruzovik chaqirib tortish kerak, chunki biz qimirlata olmadik даже. Вот, men esa qizimni trenirovkadan olishga ketyapman. Mana bunaqa chiroyli manzarani sizlarga ko'rsatib o'tay dedim. Judayam chiroyli. Shu bilan qiziljo'llar, videomni yakunlayman. Sizlarni kommentariyada kutib qolaman. Agar videom salgina yoqqan bo'lsa, kommentariya bilan, likelar bilan qo'llab-quvvatlashni yodlaringizdan chiqarmanglar. Albatta bu meni kanalimni rivojlantirishiga judayam yaxshi yordam beradi. Sizlarni esa tez kunlarda yangi videolarimda kutib qolaman qiziljo'llar. Hammalaringizga videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun juda minnatdorman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. Qiziljo'llar, bunaqa katta korib bo'ldi. Bunga daraxtlar ekiladi. Malina, ежевика deganlarday. Mana bu yerga esa ikkinchisi qo'yiladi hozir.
Заготовкаlar taq. Qilib chiroyli qilib. Keyin oqqa bo'yayman bularni ustidan.